Assalomu alaykum obunachilar. Navbatdagi zakaz prinsipimiz tayyor oldi. Bugungi sanaga kelsak, 2026-yil 1-aprel kuni bu prinsipimizni topshiryapmiz. Bu prinsip razmeriga keladigan bo'lsak, 1.60 ga 2.60 bo'ldi. Bortning balandligi 40 cm. Bu prinsipimiz zakaz asosida ishlab berdik. Ishlarini ham 1.6lik chisti qalin listdan yonbosh listlarini urib berdik. Mebelchi Burata. Bu prinsipimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani. Prinsip ma'qul bo'ldimi do'stim? Shu o'zingiz zakaz bergani bo'lib chiqibman. Parkopi elektromontaj hammasini qilib berdikmi? Parkopi elektromontaj hammasi ichida. Ko'nglingizdagini bo'libman. Esa tabriklaymiz. Ana shu sprapkalarni berdik. Qo'llarni 10 kun ichida nomer oladi. Yana bir qator prinsipimizni obzor etib o'tamiz. Taglar ham tekis list bo'ldi. Qo'llarni ham qo'yib berdik. 15lik Kubota tushadigan balonlar bilan yana 1.76lik tarafta prinsiplarni Ebelina 1.6 qalin zamonga zanjiri Kubot parkoplari bilan ustansiya qilib berdik. Ebelina bilkasi, ebeda kuzov nomeri. Kim shunday prinsiplar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimiz bor. Murojaat qilaverasizlar. Har xil turda prinsiplarimiz bor. Tayyor prinsiplarimiz ham bor. Zakaz asosida ishlab beramiz shuni. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.